Nimaga bu zakazimni batarishdan qarab emas, shunaqa Rose va Craftimni brendimni o'rib chiqarayotganimni videoni oxirida aytib o'taman. Ungacha bu qizimizni sarpalarga nima diadema aytganlarni hammasini bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Boshida bogati bo'lib turadigan shunaqa diademamizni oq rangga yartillashini ko'ryapsizlarmi qizlar? Bu diademaga mos men zira ham qilib berdim. И обязательно hamma qizlar sarpasida bo'ladigan shunaqa kapalili diademamdan ikkita aytdilar. Bitta shunaqa malinovoy rang aytdilar. Bunga mos zira ham qilib berdim. Shunaqa bug'doyli diademamdan yashil rangidan aytdilar. Buni ham ziraga bor. Oq rangdan ham aytganlar. Men buni hozir oxirida ko'rsataman. O'zimga juda ham yoqqan qaranglar qizlar, qanaqa neobычный rang, tilla rangda shunaqa ikkitali diadema aytdilar. Ikkitali abadoli. Adresinglar bilan, ansamblinglar bilan ko'p narsalar bilan tushadi, buni qarang. Ikkinchi kapaligimizning rangi shunaqa elektr ko'k rangida. Qizlar, bilarmidinglar, nima zakaz qilsanglar, men ziralarni bonus qilib qo'shib beraman. Ziralarni bir xilgina xohlayman, bir xilgina xohlayman. Hijobliman, kerak emas ziray deshadi. Xohishga ko'ra qizlar ziralarni bonus qilib qo'shib beraman. Oxirgisi shunaqa oq bug'doyli diadema edi. Endi bularni pakovka qilib, o'shadan chiqarib yuborishim kerak. Nima badarishni qarab ko'msa bermadim bu sarpamni. Bu zakazim viloyatga edi. Majrol idishlarim bilan pochta olib bersam, bo'shadinglar baba qarabkam o'zimga qaytarib beradi. Chunki o'zining maxsus idishligi bor, pochtadan chiqarib yuboradigan.